Assalomu alaykum, hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari. Tanlovni suhbat bosqichini boshlasak bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun Nurota tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish sho'basi bosh metodisti lavozimi tanlovga chiqarilgan edi. Bugungi kungacha 4 ta nomzod tanlov komissiyasidan o'tib suhbat jarayoniga yetib keldi. 4 ta nomzoddan 3 ta nomzod hozir suhbat jarayonida ishtirok etyapti. Nomzodni taklif qilamiz. Sidyurayev Ikrom Doniyorovich 1975-yil 15-yanvarda tug'ilganlar. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Tanlovni suhbat bosqichiga yetib kelganingiz bilan tabriklayman. Savollar random tizimi orqali beriladi. 5 ta savol. Bundan tashqari tanlov komissiyasi a'zolari shu 5 ta savoldan kelib chiqib qo'shimcha savollar bersa bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli nomzod, savollarni bilish ketma-ketligida o'qib javob bersangiz bo'ladi. Jamoa shartnomasining tushunchasi va shakliga ta'rif bering. Bo'lashmasning shakllanishini qanday omillar belgilaydi? Ma'lumotlarni elektron pochta qayta va tarqatish asosiy davlat boshqarma bo'lish. Ma'lumotlar bazasiga ta'rifni qanday mavjudlari Birinchi savolga javob berishga harakat qilaman. Jamoa shartnomasi ish beruvchi va xodimlarning vakilligi orasida tuziladigan shartnoma jamoa shartnomasi deb tushuniladi. Ish beruvchi va muassasaning xodimlarining vakillari, ya'ni vakili orasida tuziladigan shartnoma jamoa shartnomasi deb yuritiladi. Jamoa shartnomasi 3 yil muddatga tuziladi. Boshqa savollar bo'yicha aniq javobga ega emasman. Tanlov komissiyasi a'zolari, savollar bormi shu aniqlashtiruvchi savollar? Menda savol bor. Marhamat. Xabaringiz bor. Maktabgacha va maktab ta'lim tarbiya to'g'risida qonun qabul qilingan. 2019-yil 22-oktyabrda. Senat tomonidan 2019-yil 14-dekabrda ma'qullangan. 2019-yil 16-dekabr kuni 595-sonli qonuni bilan tasdiqlangan. Ana shu qonunning 31-moddasi haqida gapirib bering. Javob yo'q. Aniq 31-modda haqida tushuncha aytib bera olmayman. Modda ta'lim to'g'risida qonun bo'yicha ma'lumotlarim, tushunchalarim bor, lekin aniq shu 31-modda bo'yicha konkret javob yo'q. Yana savollar bormi? Yo'q. Hurmatli nomzod, savollar yuzasidan e'tirozlaringiz bo'lsa ayting. E'tirozlar yo'q. Ishtirokingiz uchun rahmat. Suhbat xulosasi shaxs kabinetingizga yuboriladi. Rahmat. Abdullayev Sherzod. Abdullayev Sherzod. Assalomu alaykum. Abdullayev Sherzod Lyudullayevich 1992-yil 15-avgust kuni tug'ilganlar. Ma'lumotlari oliy. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod.
suhbat bosqichida savollar random tizim orqali beriladi. 5 ta savol. Bundan tashqari tanlov komissiyasi qo'shimcha tarzda sizga savol berishi mumkin aniqlashtiruvchi. Tushunarli. Marhamat, bilish ketma-ketligida savollarni o'qib javob berishingiz mumkin. Bu savollarni birontasiga javob bera olmaydi. Hammasini o'qitanish savollar. Tanlov komissiyasi a'zolari savollar yo'qmi? Manda savol bor. Marhamat. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarning huquq va majburiyatlari haqida nimalardan iborat? Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarning huquq va majburiyatlari nimalardan iborat? Maktabgacha ta'lim vazirligi tizimi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon qarorlari ichki mehnat tartib-qoidalarida belgilangan vazifalarni bajarishi, qonuniy tarzda bajarishi, yuqori tashkilotlardan kelgan buyruqlarni bajarishi, o'sha o'zini shaxsiy daxlsizligi va o'sha ta'lim berish jarayonidagi faoliyatni to'g'ri olib borish majburiyatlarini zimmasiga oladi. Yana savollar bormi? Bizda qo'shimcha savol yo'q. Hurmatli nomzod, savollar yuzasidan e'tirozlaringiz bormi? Bo'lsa ayting. Hech qanaqa e'tirozim yo'q. Ishtirokingiz uchun rahmat. Suhbat xulosasi shaxs kabinetingizga yuboriladi. Rahmat. Ruziva. Uchinchi nomzodimiz Ruziva Munisa Abdumajidovna 1986-yil 6-dekabrda tug'ilganlar. Hurmatli nomzod, savollar random tizimi orqali beriladi. Bundan tashqari tanlov komissiyasi a'zolari aniqlashtiruvchi savollar berishi mumkin. Marhamat, bilish ketma-ketligida, assalomu alaykum. Bilish ketma-ketligida o'qib javob berishingiz mumkin. Ishga qabul qilishda dastlabki sinov nima va dastlabki sinov muddati kimlarga tatbiq etilmaydi? Ishga qabul qilishda dastlabki sinov 3 oylik bo'lishi mumkin. Dastlabki sinov 3 yillik bo'ladi. U hamda bola farzandi 3 yoshga to'lmagan yoki homilador bo'lsa, o'sha paytda sinov qo'yilmaydi. Hamda oliy ta'limni bitirganlarga sinov qo'yilmaydi va tugallamaganlarga sinov qo'yilmaydi. Qanday holatlarda va qanday qilib o'quvchilarni bir ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasidan boshqa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasiga yoki inklyuziv uyg'unlashgan sharoitda ta'lim olishi uchun umumta'lim muassasasiga o'tkazish mumkin? Maktablar bo'yicha ekan bu. Qanday holatlarda, masalan, ota-onani arizasiga binoan yoki vasiylik kengashi arizasiga binoan boshqa ixtisoslashtirilgan maktab ta'lim muassasalariga o'tkazish mumkin hamda uning ijtimoiy ahvolni inobatga olgan holda muassasadan muassasaga o'tkazish mumkin. O'quvchilar qanday holda malakaga ega bo'ldi deyiladi?
kasb hunar egallaganda malakaga ega bo'ldi deyiladi. Ta'lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlarini sanab bering. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, bo'limlar vakolatli boshqaruv organlari hisoblanadi. Axborot kutubxona tizimi deganda nimani tushunasiz? Axborot kutubxona deyilganda elektron kutubxonalar, axborot kutubxona tizimi deb tushunaman. Hurmatli komissiya a'zolari, mana shu nomzod agar tushunmagan bo'lsa yoki qaysidir savol sizlar uchun o'sha javobi qoniqtirmagan bo'lsa, qo'shimcha savollar bersalaringiz bo'ladi. Manda savol bor. Maktabgacha ta'lim tarbiya to'g'risida qonun aytib o'tdim. 2019-22 oktyabrda qabul qilingan Qonunchilik palatasi tomonidan. Ana shu qonunga binoan nechta modda va nechta bobdan iborat? O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim to'g'risidagi qonuni, maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonuni 2019-yilda haqiqatdan qabul qilingan 595-sonli qonun 11 bob hamda 58 moddadan iborat. Yana qo'shimcha savolim bor. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish qonunning nechanchi moddasida ko'rsatib o'tilgan va qaysilar? Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish bugungi kunda 48-moddada ko'rsatib qo'yilgan. Unda pedagogik kengash boshqaruvi, kuzatuv kengash boshqaruvi hamda davlat maktabgacha ta'lim tashkilot rahbarlari tomonidan boshqaruvlar olib boriladi. Siz mana bitta savol bor. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish tartibini aytib bering. Hozirgi kunda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarini attestatsiyadan har 5 yilda o'tkaziladi. Ixtiyoriy har 5 yilda o'tkaziladi. Mana boshqa savol. Yana bormi qo'shimcha savollar? Yo'q, savol. Hurmatli nomzod, e'tirozlar bormi savollar yuzasidan? Yo'q, e'tirozlar yo'q. Ishtirokingiz uchun rahmat. Suhbat xulosasi shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Rahmat, tushunarli. To'rtta nomzoddan 3 ta nomzod suhbat jarayonida ishtirok etdi, bitta nomzod kelmadilar.